Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega hovlimizdagi daraxtlarni kesmaslik kerak? Chunki ular bizga havo va meva beradi. Nega o'zimizdan kichiklarga mehribon bo'lishimiz kerak? Chunki ular bizdan o'rnak oladi. Qani, kim aytadi? Nega maktabda partani chizmaslik kerak? Chunki bu boshqa bolalarga xalaqit kiradi. Nega jamoat joyini iflos qilmaslik kerak? Chunki toza joy hammaga yoqadi. Qani, bolajonlar, nega bozorga borganda kattalarga yordam berish kerak? Chunki bu mehribonlik. Nega qo'shni bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak? Chunki qo'shni yaqin do'stdir. Qani, kim aytadi? Nega darsni vaqtida qilish kerak? Chunki keyin ortiqcha tashvish bo'lmaydi. Nega qishda ko'proq vitaminli ovqatlar yeyish kerak? Chunki bu sog'lig'imizni mustahkamlaydi. Qani bolajonlar, nega nonni yerga tashlamaslik kerak? Chunki non qadrlidir. Nega boshqa odam gapirayotganda eshitish kerak? Chunki bu hurmat va odobdir. Qani, bolajonlar, nega chaqaloqlarni bezovta qilmaslik kerak? Chunki ular tinch uxlashi kerak. Nega chiroyli gapirish odat qilinadi? Chunki yaxshi so'z qalblarni ochadi. Qani, kim aytadi? Nega yomg'irda bexosdan ko'chada yugurmaslik kerak? Chunki sirpanib yiqilishimiz mumkin. Nega oilada birgalikda ovqatlanish yaxshi odat? Chunki bu mehrni oshiradi. Qani bolajonlar, nega telefonda ko'p o'ynamaslik kerak? Chunki bu vaqtimizni oladi. Nega qishda qushlarga don sepish kerak? Chunki ular ovqat topa olmaydi. Qani, kim aytadi? Nega do'stlarimizga yordam berish kerak? Chunki yordam do'stlikni mustahkamlaydi. Nega ota-onaga rahmat so'zini aytish muhim? Chunki bu minnatdorchilik ifodasi. Qani, bolajonlar, nega suv ichganda chayqamaslik kerak? Chunki bu odobli ichish hisoblanadi. Nega o'yinchoqlarimizni bo'lishish yaxshi? Chunki bu mehr va do'stlikni oshiradi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.